Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Biz o'sha Oltiariq tumani Eskarab qishlog'ida bir Ro'zmat akamizga effekt F1 navli urug'ini bergan edik. Va u akamiz bizdan ko'p yildan beri biz bilan hamkorlik qilib bizdan urug' olishib ekishadi va bir o'zlari chaqirishib qoldi. Keyin endi bu hosillarga kirib uzyapmiz, bir video qilib ketaylik deb aytishdi va bugun keldik. Ro'zmat akamizdan shu o'zidan shu effekt F1 navli urug'imizni ma'lumotlarni bilib olamiz. Assalomu alaykum Ro'zmat aka. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Tuzimisiz? Xudoga shukr, rahmat. Dehqonchilarga Alloh barakasini bersin. Mana zo'r o'tdi, Xudo xolasa. Endi biz dehqonlarimizga bir nima deysiz shu urug'larimiz haqida? Endi Xudo xolasa bir ma'lumot bersangiz. Shu endi mana sizdan oldik urug'ni, Xudoga shukr. Avvalo Alloh rizqimizni beryapti, Xudo xolasa mana uzyapmiz. Effekt F1 navli urug'imiz. Ha, albatta. Qoniqarli, yaxshi, mevalari yaxshi, qishi, qing'iri, tumalari yo'q, maydasi yo'q, mana chiroyli, xaridor gir. Olib chiqyapmiz, Xudo xolasa. Klient qilib oldik, klientlar ham o'zidan olib ketyapti, o'zimizdan olib. Bodring o'sha kaltaroq bo'ladi, o'ta qattiq, o'sha bandli bo'ladi. Ha, albatta mana. Operator nimalarini ham bir ko'rsating. Mana shu bodringlarimiz. Ko'pchilik kommentariyamizda aytishyapti, yozishyapti, shu hosillarni o'zi bir dehqon o'zi uni ko'rsatsa-yu deyishyapti-da. Shuning uchun ya Xudoga shukr, mana chiroyli bodringlar mana. Yaxshi. Baraka topyapmiz. Necha yildan beri ekasiz mana shu effekt F1 Buni 5 yil bo'lib qoldi. 5 yildan beri faqat shuni ekasiz. Boshqa urug' tavsiya qilsa yo'q deysiz. Sizni oldingizga boraman-ku. Mana shu urug'ni bering deysiz, mana shu urug'ni ekasiz. Ha, shu. Endi xursandmisiz mana shu bergan urug'larimizdan? Yaxshiman. Hosildorliklari bilan xursandman. Yaxshi, baraka topyapman, Xudo xolasa. Hali haqiqatda hurmatli dehqonlar, o'ta hali kasallikka chidamli, hosildorligi bilan o'sha kasallikka chidamligidan ajralib turuvchi effekt F1 navli urug'larimizda. Ha, Ro'zmat aka, Xudo xolasa endi bil kuzga ham nima ekasiz endi? Xudo xolasa sizlar tavsiya qilganlaringiz ekanman. Mana sizlardan baraka topyapman, Xudoga shukr. Yaxshi, mana o'zlaring kelib arga texnikasini aytyapsizlar, sepyapman dorilarni. Yaxshi mana shu. Xudo xolasa Ro'zmat aka, mana kuzgi nimasiga ham o'zimizdan Xudo xolasa tavsiya qilamiz. O'zimda uyimda o'sha 14 xil urug'ni ekkanman, o'sha sinovga ekkanman. Xudo xolasa men ham uzyapman hozir. O'shanchidan kuzgi navini sizga to'g'ri beraman, Xudo xolasa beraman. Yaxshi dehqonchilik qilasiz. Xudo xolasa inshaalloh. Hurmatli dehqonlar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Mana o'sha Oltiariq tumani Eskarab qishlog'iga Ro'zmat akamga effekt F1 navli urug'imizni berganmiz va video qilib mana keldik. Dehqonimiz o'zi yaxshi xursand, bunda urug'larimizni o'sha o'zlari aytganlaridek 4-5 yildan beri faqat shu effekt F1 navini ekishadi, baraka topishadi. Endi dehqonlarimizga nima deysiz, Ro'zmat aka? Tavsiya qilaman, shundan ekishsin. Ha, ekishib bo'lsa shundan tavsiya qilaman. Yaxshi, mana chidamlik. Bu navimizni o'sha Buxoro tumani Romiton qishlog'iga berganman-da, berdim, jo'natib yubordim. Ular ham xursand, endi Xudo xolasa endi ular ochiq maydonga ekishadi. Sizda bu effekt F1 navimizni ochiq maydonda ham ekkansiz. Ochiq ekdim, mana ekdim, ko'ringizlar. Bundan ortgan urug'ni ko'chatini ekkansiz. Yaxshi, u ham hosildorligini beryapti, uzyapman bundan. Uzyapman. Bo'ldi. Hurmatli dehqonlar, Xudo xolasa o'sha ochiqdan ham hozir bir ko'rsatib o'taman. Mana shu videoga joylayman, bemalol ko'rib, o'zingizga baho berib, Xudo xolasa sizlarga yoqsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ekranlarimizga telefon raqamimni qo'yib qo'yaman va to'liq ma'lumotni yana o'zim bir qator aytib o'taman. Bu hudud tanlamas, iqlim tanlamas, sharoitlarga mos tushuncha effekt F1 navlarimizdan biri edi. Hurmatli dehqonlar, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr. Alhamdulillah, Xudoga shukr. To'g'risi olib chaqirib. Kecha uzyapmizda, bu ham yaxshi edi. Mevasi yaxshi edi buni ham. Uzyapmiz. Ochiq dalaga ekilgan effekt navimiz. Mana uni kecha ochiq dalada ham bo'laveradi. Baraka mana. Bizning urug'larimiz hudud tanlamas, yer tanlamas mana navlarimizdan. Bir qator mana shu bir qator bo'ladi mana. Bo'laveradi bizni urug'larimiz mana shunaqa ochiq dalada ham hosilini ko'rsataveradi. O'ta kasallikka chidamli. Effekt F1 navli urug'larimizdan avatarib qoladi. Mana baklarda hali bironta bir kasallik bir alomatlari sezilgan yo'q hozircha. Ha, kartoshka palak. Mashet eko, polya, hurmatli dehqonlar, e'tiborlaringiz uchun